Hey yo do'stlar, sizlar bilan yana Murodman. Bugungi videomizda biza Bomojning hayoti videosini oldik do'stlar. Like bosib podishka qilasizlar degan umiddaman. Shuning uchun shuncha mehnatimizni qadrlaysizlar degan umiddaman. Qani bo'lmasam videoga ketdik. Bomojning qanchalar qiyin. Odamlar tushunganda edi. Boshliq, bugun nima ish qilamiz? Shunchaki uyingni oldidan o'tib ketayotganidan bir necha ish bo'lmasa kerak. Gapni nimaga eshityapsiz? Uyingga borib turib, keyin ish beraman keyin. Ish beraman borib turib. Do'stlar, men boyning puli menda. Hamma pullarni men saqlayman. Mana bu yerda pullar bor. Bir qimorga tiqaymikin deyapman. 2 barobar bo'lib qaytar balki. Lekin yutqazib qo'ysam-chi? Unda nima bo'ladi? Mayli, boraveraman, nima bo'lsa bo'ldi. Wow! Pake. Hey. Ho. Bu yoqqa kelsangiz bordi. Qayerdasiz? Bu yerdaman. Hozir kelaman, qaytib kelaman. Men bitta joyga ketayotgandim. Qayerga? To'xta. Ha? Pulingni to'layman. Ish haqimi da. Toza brontalardan kelsa, ana shu tasqarlarni artib chiqsang deyman. Men qimor o'ynagani ketyapman, mabodo bankrot bo'lmasam. Ha, xo'p. Hamma pulimni tikyapman-da. Mana hammasini bas 3 ta. Mana bu pul ishlaganing uchun. Rahmat. Kim bitta duoyam qo'yasan, agar bankrot bo'lsam hammasi tamom. Do'stlar, kambag'allik har safar odamlar pastga uraveradi. Odamlardan yaxshilik kutish o'zi yaxshi ish emas. Men esa do'kon qarayman, hech qayerga qarayman, zerikib ketdim. Hey, men senga 3 stak pul tiqaman qimorga. Endi yutqazmasam. Yo'q, bizdan sizga 3 stak emas. Bizga 3 stak juda ham kam. Bizga hozircha kamida 5 stak. Bu nimasi shunchalik ham bo'lasanlarmi, pastlar? Beraman hozir. Men ham bir qimorga borib ko'raychi. 17 yangi qurilish bo'lyapti, Clipbank. Do'stlar, biz ham boyib ketishimiz mumkin. Hey, normali bersang bo'lmaydimi? Bu yerda nima Ey, bo'lyapti? haroma. Ko'p gapirmadim. Yo'q. Meni nimaga uryapsan? Politsiyaga shikoyat qilaman seni. Bo'ldi. Urushmaydi. Asabga tegmasin. Bo'ldi. O'ldiraman hozir. Qoch, seni aralashma. Bo'ldi deyapman. Aralashma senlar. Mana nima ko'ryapsiz? Aralashma. Janjallashmanglar. Mana bu tuvor meni. Boring. Boring, bankdan olib beraman keyin. Hali ko'rasan. Bankrot qilaman mana shu magaziningni. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, nima kerak? Aka, menda sal pulim kamroq edi, o'ynasam maylimi, iltimos. Ha, mayli, yaxshilik ham qilib turish kerak-ku. Rahmat sizga mana. Do'stim, eshitganimdek bo'ldim, ha? Tuvor bomjiga oson qilib berdim, ha? To'xtang, hammasini bermabman. Hammasini eshitdim. Mayli, hechqisi yo'q. Tuvor, mana shu bomjiga orzon qilib berdingmi? O'ynayapman, qaranglar, Ha, o'zim qilib berdim demaydi, seni ishing nima? Haromali ko'rasan sendan. Bu yerdan qoching, O'zi o'taman hozir. O'zingni bo'sh ko'rasan sen bomcham. Ko'rasan. Sandaqa bomchilarni mingtasini ko'rganman. Tegmadi, ammo pulimga kuydimi? Bu safar tegadi. Tegdimi? Hey, qishloqqa. Tegdi. Bittasi tegdi. Demak, bitta pulimni qaytara oldim. Mayli, men roziman. Mana shu 5 stak pulimni tikaman. Sen nech pul berasan menga?
Men senga mana shu yo'limdagi hamma pullarni beraman yutsak. O'zingga pulingni yapmasa beraman. Hayli, mana 5 stak tikaman. 1 2 hozir 2 3 Do'stlar, bo'lmasam men uyimga borib uxlashim kerak. Qornim ham juda ochqab ketdi. Hey bomb! Bir uxlaychi. Hey bomb! Jonga tegdi bu ham. Bomb! O'zing nima? Kamonni nega olib ketdi? Mana beryapman. Keling. Seni o'ldiraman. Mana. Tvar bilan. Mana. Asabga tegadi ular o'zini hozir qishloqi bilan urushdi. Mening cho'ntagimda attiga olmishdir. Ziyonga kirib ketdim. Endi bo'yni pulini qayerdan topib beraman unga? Mana pulini olaman, joyiga buni qo'yib qo'yaman. Shunda to'g'ri bo'ladi. Sen so'q tozalama. Tozala bo'ldimi? Nima qildi? Men uxlayman. Ulasman. Mana setan turib. Dana. Do'stlar, men sizlarga bir narsa aytib bermoqchiman. Bundan ancha yil oldin mening do'stlarim ham ana o'sha qimorxonada ancha pulga yutqazib qo'yishgan edi. Men ularga yordam beraman deb mana shu zavodni mana shu boyga sotdim. Va o'zim bankrot bo'ldim. Va bu yerga yana qaytib kelib ishlash uchun keldim. Do'stlar, qochib tura olmaysizlarmi? Bu yerning daromadi yaxshi, lekin do'stlarimga yordam kerak edi. Qarasan, iflos yetel. Qarasan hali. Bankrot qilaman seni. Nima bo'ldi? Bankrot bo'ldim. Zavodni ham yutqazdingizmi? Bor pulimni tikdim. Zavodni-chi? Yo'q. Mana shu zavodni mana oskoqli joyni mana shu hammasini tikkandim. Bankrotman. Mana shu zavodni Endi qayerda pul topaman, boyaka? Oyligimni bering. berganman bir stak. 8ta qoldi, men ham bankrot Senga bo'ldim. bek bormi bu yerda? Yuqol bu yerdan. Sen bolachalar kim olib keldi? Xaridorlar urma, ey. Meni bo'laman, nima qilyapsan? Bunch. Xaridorlarni urma. Nima qila olasan? Chiqib ket bu yerdan. Chiqib ketsam chiqib ketaveraman. Och qolgan joyim yo'q hali. Bundan boshlab ishdan bo'shading. Bo'ldi, hali ko'ramiz, qaytib kelaman-ku. Senlar kimni bolasi bu? Uzr, olib chiqib ketaman bolamni. Do'stlar, ishdan ham haydaldim. Do'stlar, ana endi qayerga ishga kiraman? Uni yoniga borsam yana jovra beradi. Aka, uxlaganmi? Shuncha pulni nima qilasan, ey? Qaytar beka, qaytar. Aka, menda mas'ul pul. Qochamiz. Do'stlar, bu yerni sotib oldim, ujitilni o'ldirdim. Bu yerni o'zimni ismimga rasmiylashtirdim. Bu yerni boshlig'i endi menman. Sen qayerdan paydo bo'lding bu yerga? Bu yerni boshlig'iman, men bilan normalni gaplash endi. O'zingcha kibr eding, meni ishdan haydading, do'stlarimni o'ldirishga majbur qilding. Fabrikamni tikaman. Pulni-chi? 1 stak izumrud va mana shu fabrikani kaliti senga. Ber. Senga vas tikaman.
Agar yutsam sen nima berasan? Agar yutsang mana shu ishxona va senga 5 ta jitel qullikka beraman. Hattoki o'zim ham ishlab beraman. Lekin bu fabrika ekanligi uchun senda imkoniyat kamroq bo'ladi. Nega? Hey, nima qilyapsan? Bu fabrika. Senda bitta imkoniyat bor o't ochish uchun. Qani 1, 2, 3. Xato tegdi. Fabrikang meni nomimga rasmi. Begunohingni ayblashni bas qil. Nimasi yutqazdim? Yutqazdingmi endi fabrikang meni nomimda? O'lib ket, fabrikang bilan yo'qot. Zo'rbasman men. Sen men do'stlarimni o'ldirding, shuncha qilgan harakatlarim uchun. Shumi sening rahmating? Nimasi? Yo'q, fabrika. Bobojon, u odam kim edi? Shunday qilib, u odam boyib ketgan va xasis boy yuragi ko'tarmasdan o'lib qolgan. U odam esa men hozir tashqariga chiqib kelay. Yoshligim. Bekor Qayerga? Hozir kelaman, uyda o'tirib tur. Shunday o'tib ketgan. Do'stlar, shunday qilib videomiz tugadi. Agar prikolniy boy kambag'al yoki shunday videolar xohlaydigan bo'lsangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring. Agar shunday metrajdagi filmlarni oladigan bo'lsak, kommentariyaga tosh deb yozib qoldiring do'stlarim. Sizlar bilan aka-uka Minecraft bo'ldi. Like bosib obuna bo'lishni unutmanglar. Hammaga xayr, sog' salomat, o'zingizdan asranglar.